Okay guys, davom ettiramiz. Shall I va shall we, ya'ni bu ham future zamoniga kiradi, chunki shall etdik, kelasi zamon, ya'ni will bilan bir xil ma'noda ishlatiladi dedik. Endi shall I, shall we degan narsalarni biz qachon ishlatamiz? Mana bu yoqda berilgan. Ya'ni do you think it's a good idea, a good thing to do? Ya'ni sizningcha bu narsani qilish yaxshimi? Yoki do you think this is a good idea? Sizningcha bu yaxshi fikrmi? Ya'ni kimdandir, ya'ni shunaqa qilaymi, nima deb o'ylaysiz, shu yaxshi fikrmi, shu yaxshi ishmi degan ma'noda ishlatamiz. Misol uchun, that's a doorbell, shall I go? Ochaymi? Ya'ni ruxsat so'rayapmiz undan. Ya'ni ochishim to'g'rimi? Ya'ni bu yaxshi fikrmi? Ya'ni eshik ochaymi deb so'rayapti bundan. Ya'ni qo'ng'iroq, ya'ni bu eshik, ya'ni doorbell, ya'ni eshik qo'ng'irog'i, ya'ni zvonok. No, it's okay, I'll go. Yo, o'tiraver, ya'ni it's okay demoqchi, ya'ni hech narsa emas. I'll go, men boraman, ya'ni men o'zim ochaman deyapti. Xotin aytdi yoki xotini kimdir, xullas ayol ketdi. Eshik ochaymi? Bu yaxshi fikrmi? Ya'ni shunaqa qilaveraymi dedi. Bu yo men o'zim qilaman dedi. Yoki it's very warm in this room. Bu xona juda ham issiq. Shall I open the window? Oynani ochaymi? Ya'ni oynani ochishim yaxshi fikrmi? Ya'ni oynani ochsam maylimi demoqchi. Shall I phone you this evening? Sizga telefon qilsam bo'ladimi? Ya'ni yaxshi fikrmi bu? Yes please. Ha, iltimos. I'm going to party tonight. Bugun bazmga ketyapman. What shall I wear? Nima kiyishim yaxshi? Ya'ni buni fikrini so'rayapti. Ya'ni nima kiysam yaxshi demoqchi. It's a nice day. Bugun ajoyib kun. Shall we go for a walk? Borsak bo'ladimi? Ya'ni boraylik demoqchi. Ya'ni yaxshi fikrmi borish deyapti. Ya'ni shall we go for a walk? Ya'ni sayrga chiqsak bo'ladimi demoqchi. Xuddi shunaqa ma'noda shall I, shall we ishlatsak bo'ladi.